Hasanul Basriydan so'ragan ekan. Birodar, ey Hasanul Basriy, siz mahallaning eng katta olimlaridansiz, peshvolaridansiz. Kecha faloncha boy uyiga ziyofat berdi bizni. Birinchisiga sho'rva, ikkinchisiga tovuq, uchinchisiga qo'y go'shti, to'rtinchisiga bir allambaloni ovqatlarini qilib keldi, mazza qilib yedik. Lekin ovqat orasida, ovqat yeyotgan vaqtda siz haqqingizda norozilik bildirib, siz haqqingizda yomon gaplar gapirdi. Hasanul Basriy falon ekan demoqchi, to'xta dedilar. U boyning 4 xil ovqati qorningga sig'ibdi. Men haqqimda 2 qator gapirgani qorningga sig'mayaptimi dedilar. O'sha qorningda ichingda turaversin, menga aytma dedilar. To'xtatdilar, tamom. Demak, bugungi kunda birov kelib g'iybat qilmoqchi bo'lsa, to'xtang deng birodar. Shayton ichimizdan alanga beradi. Qani nima deyapti ekan deydi. Birodar, o'sha gapni sizga na foydasi, na zarari bor. Shuning uchun Alloh taolodan fazl so'ragan holatda yaxshilik istang. Gunohni ko'rsangiz to'xtating.